Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun yana bir kasallik haqida gaplashib o'tamiz. Bu kasallikni avvalam video roliklar orqali sizlarga ko'rsatib bergandik. Bu kasallik o'tkir poliradikulomiyelonevrit kasalligi va bu kasallikka chalingan bemorlarda bu kasallik ko'pchilikda o'ta og'ir kechadi va oqibatlari yaxshi bo'lmagan, ya'ni o'z vaqtida davolanmasa, o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yilmasa, oxiri o'lim bilan hattoki tugaydigan kasallik bo'lgan kasallik poliradikulomiyelonevrit kasalligi. Ya'ni bu ham tanadagi periferik nervlarni, ham radix ya'ni nerv ildizlarini hamda orqa miyani shamollashi bilan kechadigan, autoimmun kechadigan, infeksion yallig'lanish bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bugun biz aytib o'tmoqchi bo'lgan bemorimiz Surxondaryo viloyatidan Ilhom akamlar. Ilhom akam 2 oy oldin ushbu kasallikka chalingan edi. Noyabr oyining oxirlari, oktyabr oyining oxirlari, noyabr oylarini boshlarida bu kasallik bilan Surxondaryo viloyatida murojaat qilganlar shifoxonaga, hamda bir necha kun u yerda davolanish kurslarini o'tagandan keyin oyoqda harakat bo'lmagan, umuman to'liq yo'qolganligi natijasida YouTube kanaldan bizani klinikamizni topib, undan keyin u shifoxonadan chiqib bizga murojaat qildilar. Va bizlar tashxisni qo'yib oldik va davolash chora-tadbirlarini zudlik bilan boshladik. Va Ilhom akamda juda ham yaxshi ko'rsatkich bo'ldi. Allohga shukr, hozirgi kunda 2 oyoqlari bemalol harakat qilib, o'zi bemalol o'tiradigan bo'lib, shunaqa holatga yetib keldilar. Ozgina qoldi o'zlari mustaqil yurib ketishiga. Inshaalloh uni ham ko'rsatib boramiz. Duoda bo'lib turasizlar. Ilhom akamga shifoi komil Alloh taolo ato etsin. Va Ilhom akamlardan birozgina intervyu olib, hamda qanaqa harakatlar bo'lgan, qanaqa holatda bizaga kelgan, bugungi kunda 2-kurs lecheniyasini olyaptilar. Boshladik. 2-kurs lecheniyaga kelgancha bo'lgan o'zgarishlarni ikki og'iz gapirib beradilar. Assalomu alaykum Ilhom aka. Ikki og'iz gapirib bersangiz, nima holat bo'lgan, nima bo'lgan shu vaqtda? Men Surxondaryo viloyatining tumanidanman. Menda mana shunday oktyabr oyining oxirlariga kelib, ikkita oyoq ishlamay, hech qanday peshob boyagi nima bo'lmay, shu kasallikka chalinib qoldim. Bu kasallikda o'zimizda ham bir ko'rdik, u yoqdagina ikkita oyog'im ham umuman ishlamay, holatda juda qattiq holatga kelib qoldik. Joyimdan turishga ham qurbim yetmay qoldi, qo'llarim ham, kallalarim burishga ham qurbim yetmay qoldi. Men YouTube kanalini kuzatib borib, mana shu nevrokardiya medik klinikasiga kuzatib qoldim. Shunda men o'sha kasalliklarni ko'rib, men mana shular orqali keldim. Kelgan vaqtimda meni naslkaga solib, hech qanday harakatsiz olib chiqib joylashtirishdi, tashxis qo'yishdi. Tashxis qo'ygandan keyin meni davolash muolajalari boshlangandan keyin meni 5-6 kun ichida oyoqlarim qimillab, Xudoga shukr, mana hozir mana 1-kurs lecheniya olganimda oyoqlarim sal-sal qimillab, u yoqda hamma tomondan o'zida og'riqlar ketib, yaxshi bo'lib qoldim. Mana 2-kurs lecheniyani olyapman. 2-kurs lecheniyada undan ham yaxshi hozir. Mana oyoqlarim hammasi Xudoga shukr o'zim boshqaryapman. Oyog'imni pastga, balandga, yuqoriga qilib, o'zim yotib, o'zim turayapman, o'tirishim, stoldan stolga ko'chib o'tishlarimni o'zim harakat qilyapman. Faqat shu yurishim qoldi. Endi nasib bo'lsa mana Xudo shifo bersa, Allohim endi harakat qilaversak yurib ketaman degan umiddaman. Albatta azizlar, duoda bo'lasizlar. Ilhom aka, gapingiz bo'ldi, bemalol nima demoqchidingiz? Shu men mana shu darajaga sog'ligimni tiklaganligi uchun mana shu nevrokardiyo medik klinikasi mutaxassislari, shifokorlariga juda kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Va menga o'xshab mana shunday adashib, boshqa joylarda o'zini shifosini topolmay yurgan bemorlarga maslahatim shu yerga kelib davolanishlarini tavsiya qilaman.
Ilhom aka rahmat. Albatta shifo Alloh taolo tomonidan beriladi, lekin sababini to'g'ri qilish kerak. To'g'ri tashxislash, to'g'ri dorilarni tanlay bilish va to'g'ri yo'nalishda muolajalarni olib borish kerak. Ilhom akamlarga transkranial magnit stimulyatsiyasi qolaversa, barcha turdagi dori vositalarining eng sifatlilarini to'g'ri tanlagan holda davo muolajalarini olib bordik. Undan tashqari 3-4 marta plazmaferez davolanish muolajalarini oldilar, qonlarini yuvib tozaladik va Allohning inoyati bilan shu darajagacha yetib keldi. Hech kim kasal bo'lmasin albatta. Mabodo sinov tariqasida qanaqadir kasalliklar, nerv kasalliklariga chalinsalaringiz ushbu pastda ko'rsatilgan telefon nomerlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. Klinikamiz Neurokardiomedik, Toshkent shahar Yunusobod tumani Ahmad Donish 56A manzilda joylashgan. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ozgina qilgan mehnatlarimizni qadrlagan holda kanalimizga podpiska bo'lib, like bosib ketishni unutmaysizlar. Xayr, salomat bo'linglar.